Bugun soliq idoralari xodimlari o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, jamoaviy kayfiyatni yuksaltirish borasida turli ma'naviy-ma'rifiy sport tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Qashqadaryo viloyat soliq xizmati xodimlari o'rtasida mini futbol bo'yicha an'anaviy tarzda tashkil etib kelinayotgan bellashuvlar ham xodimlar salomatligini asrash, shuningdek, ularni bir maqsad, bir g'oya atrofida birlashishi va yuksak natijalarga erishishlariga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Qarshi shahrida joylashgan Yo'l sport sog'lomlashtirish majmuasida bo'lib o'tgan musobaqaning joriy yildagi ochilish marosimida Qashqadaryo viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i Sirojiddin Eshmatov qatnashib, barcha ishtirokchilarga omad tiladi. Barcha komandalarga omad tilaymiz. Albatta biz kuchlar faol bo'lishiga tarafdormiz. Hammalaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Musobaqamizni boshlaymiz deb e'lon qilamiz. Rahmat. Aytish joizki, bellashuvlarda jami 16 ta jamoa, 200 nafarga yaqin ishtirokchilar qatnashdilar. Musobaqalar 3 ta maydonda soliq qo'mitasining bellashuvlarni o'tkazish bo'yicha nizomi talabi asosida tashkil etildi. Shu o'rinda ushbu musobaqaning tarixiga bir nazar solsak, Qashqadaryo viloyat soliq xizmati xodimlari o'rtasida mini futbol musobaqalari 1996-yildan buyon o'tkazib kelinmoqda. Ushbu bellashuvlarning saviyasini yuksaltirish, unga ishtirokchilar qiziqishini oshirish maqsadida 2012-yilda maxsus ko'chma kubok yasatildi. Bellashuvda birinchi o'rinni qo'lga kiritgan jamoa ushbu kubok bilan taqdirlanadi. So'nggi marotaba tashkil etilgan bahslarda Koson tumani soliq inspeksiyasi jamoasi g'olib deb topilgan va kubok sohibi bo'lgan edi. O'tgan bahslarda mag'lubiyat alamini totgan jamoalar esa bu yilgi musobaqada munosib javob qaytarish uchun alohida tayyorgarlik bilan kelishgan. Bu bahslar davomida ham yaqqol bilinib turdi. Shu sababdan ham bellashuvlar qizg'in bahslarga boy bo'ldi. Qarshi va Ko'kdala tumanlari, Qamashi tumani va soliq boshqarmasi jamoalari, Mirishkor va Koson tumanlari o'rtasida o'tgan bellashuvlar murosasiz bo'ldi. Finalda Qashqadaryo viloyat soliq boshqarmasi va Koson tuman soliq inspeksiyalari jamoalari to'qnash keldilar. Yakuniy natijalarga ko'ra 3-2 hisobida Koson tumani soliq inspeksiyasi jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritdi. 3-o'rin uchun o'tgan bahsda Ko'kdala tumani soliq inspeksiyasi jamoasi g'olib bo'ldi. Kubok yana bir bor Koson tuman soliq inspeksiyasi jamoasiga nasib etdi. Musobaqa sovrindorlariga diplom, medal va qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Shuningdek, eng yaxshi hujumchi, eng yaxshi himoyachi, eng yaxshi darvozabon, musobaqa to'purari nominatsiyalari g'oliblari ham taqdirlandilar.